to'g'ri yo'lda sudralib yursang ham harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Birdan baquvvatmisiz? Parvozlar chempionlar katta bo'lyaptimi? Ha, katta bo'laversin, kamida chempion bo'lsin birgalikda. Aka-ukalar, bugun mavzumuz jo'ja zakaz qilib so'rab turgan aka-ukalarimizga bir tushuncha berib o'tamiz. Ko'p qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi. Her bitta odamga javob bergandan bitta video ishlab qo'ysak, mana shuni ko'rib o'zi tushuncha hosil qilib oladi-da. Endi yana bitta narsaga fikrimni bildirib qo'yaman, mana bu hayvonlarga pasport. Endi biz parrandalarimiz ham parvozlar nima qismasa ham bo'ladi. Bu parrandaga yo'q, bu 8 ta hayvonmi xullas shularga bor. Endi ko'p internet tarmoqlarida bu videoroliklar chiqib ketdi. Her xil maskaravaz bir kulgili videolar chiqib ketdi bu bo'yicha. Molga ham endi pasportga ham kredit beramagan, bo'lmagan videoroliklar juda ham internetda tarqalib ketdi. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Endi bu narsani yomon yeri yo'q. Endi men hamma hayvonga demayman. Ayniqsa bu it bilan mushukka bu juda ham nima deydi, suv bilan havoda kerak narsa. Bu pasport tizimi. Nimaga? Bu hozir kunda deydi itlar. Ayniqsa men o'zimdan kelib gaplayman-da, hamma narsani. Deydi itlar, deydi mushuklar bu ko'payib ketdi. Masalan, bu pasport tizimi bo'lsa, deydi it, deydi mushuk bo'lmaydi. Endi menimcha pasport berib, pasportni yo'qlarni yig'ishtirib olsa kerak deyman-da. Mana shu foyda yer. Masalan, siz hozir bir ko'chada bolangiz bor, qizingiz bor. Deydilar hujumiga uchrasa, masalan, siz hech qanday nima qila olmaysiz. Agar uning pasporti bo'lsa, egasidan masalan keltirilgan zarar undirib olishingiz mumkin. Xudo ko'rsatmasin, hozir doktorga borsangiz ham o'zi davolamaydi. It bo'lsa 40 kun ukol qiladi. Xullas kelam. Mushuklar bo'lsa, mana qimmat jo'jalaringizni urib ketadi. Bir oqshomda yeb, o'ldirib, yeganini yedi, yemaganini o'ldirib ketadi. Masalan, shuni haqiqatdan shu mushukligini isbotlab, dalil isbotini bilsangiz, pasporti bo'lsa topasiz. Pasporti bo'lmasa, meni mushugim emas bu. Meniki emas deb o'tiraveradi, bo'yniga olmaydi. It bilan mushukka kerak. Bu deydi itlarda kamayadi, deydi mushuklar kamayadi. Bu hammasi deydi mushuk, deydi it bu zarar bu aholi uchun. To'g'risi-da, itlar odamlarni tishlaydi. Mushuklar shu parrandalarga, jo'jalarga hujum qiladi. Itlar ham hujum qiladi parrandaga kerak bo'lsa. Ana shu uchun. Endi jo'ja zakaz qilib qanday yozilsak bo'ladi, nima qilsak bo'ladi degan aka-ukalarimiz uchun jo'ja zakaz qilish uchun kamida 100 ming so'm to'lov qilishingiz kerak. Videolarimizni kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, masalan, qaysi zotdan kerak aytasiz, men masalan shu zotdan bitadimi, bitmaydimi? Bitsa bitadi deyman, masalan, kamida 100 ming so'm to'lov qilib yozilib qo'yishingiz mumkin xohlagan oyingizda. Masalan, yanvar 2027-yil уже yanvar, fevral, mart oylariga, уже aprel oylariga ham уже yozildilar ukalarimiz. Masalan, kamida ikkita jo'ja yozilishi kerak-da. Masalan, menga bitta xo'roz desangiz, bu baho berilmaydi. Ben endi shu 300 ming so'mdan chiqarib turibman, 1 oylik qilaman, 300 ming so'mdan tanlab olasiz. Kamida bitta xo'roz, bitta makon bo'ladi. Mana shuni ikkisini puli ham 300 ming so'mdan chiqarib turibman. Lekin yana bitta narsa bor. Bu xo'rozlar bo'lsin, makonlar bo'lsin, mendagi narsalar bular juda ham katta pullarga kelgan aka-ukalar. Bu dollarga kelgan narsalar. Akalar, buni nimaga aytib turibman? Sababi men mana shu 300 so'mdan sotib turgan, 300 ming so'mdan sotib turgan 1 oylik jo'jalarimni $100 her bittasini bemalol satsam arziydigan narsalar. Sotgan jo'jalarimiz kunora bo'lmasam 2 kundan, 3 kundan xabarlar kelib turibdi. Farqat aka, rahmat. Zo'r ekan, yo'llari ham zo'r ekan, kaltagi ham o'ta darajada og'ir ekan degan bekorchilarni masalan tashab turibdilar.
Farhat aka rahmatini aytib, qanchasini Telegramga tashlab qo'yibman. Farhat Tuğ Xo'rozlari degan Telegram guruhim bor o'zimning shaxsiy. Bunga ham tashlab qo'yibman. Silkasini Telegram guruhni ham, Telegram o'zimning Farhat Tuğ Xo'rozlari guruhini ham silkasini kommentariyada qo'yaman. O'tib bemalol ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ana shunaqa gaplar akalar. Endi qaysiga qo'shish, bu masalan qaysidan ko'p zakaz bo'lsa, ana shunga qarab harakat bo'ladi. Endi hozir ko'pincha navdan o'tishi bilan 11 minglik, keyin 18 talikka ko'proq zakaz tushib turibdi. Endi boshqa zotlarimiz ham bor, yangi kelgan Vyetnamlarimiz bor. Endi shuning uchun hozirgi kunda qo'shadigan narsalarimni shu paytda ko'rsataman, polностью 100% video qilib, mana u xo'roz, mana bu makonga qo'shildi. Mana undan zakaz qilgan aka-ukalarimiz mana shuni bolalardan chiqib ketadi degan nimada ma'noda hamma videolar konkretni ko'rsatiladi vaqtida. Bu hozir xo'rozlarni kamroq ko'rsatib turgan, chegaralanib turgan, uni ham sababini video oxirida tushuntirib o'taman. Endi yangi zotlarimiz kelgan, bu Vyetnamdan kelgan 3 ta makonimiz bor. Meni planim hozirgi kunda 3 ta hanjar bor, xudo xolasa umri bilan bergan bo'lsa, bittasini Vyetnamga qo'shiladi, bittasi 11 minglikka qo'shiladi hanjar. Nima endi ujub mana shu 11 minglikka hanjardan zakaz ujub ko'p tushdi. Ujub bu fevral, yanvar, fevral, mart oyiga ham bundan yozildilar ujub aka-ukalarimiz. Ana shunday gaplar. Shu masalan ko'p aka-ukalarimiz men qarshi to'lov qilib boraveraman, asta-sekin tushganim deydi. Masalan mart oyiga yozilib, masalan qarshi to'lov qilib boraman, plus qilib boraverasiz. Bu variant o'zingiz bilasiz. Hammasini to'lab qo'ysangiz ham bo'ladi, imkoniyatingiz bo'lsa, jo'cha chiqib ketgandan oldin ham to'lov qilsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, dastavka puli o'zingizdan bo'ladi. Toshkentgacha 200 ming so'm bo'ladi dastavka puli. Dastavka pulini men bitta taksi bilan ishlab qo'ydim, nima qilaman, ishlashaman. Как положено, bu bitta odamning mesasida konditsionerda ketadi. Yoz bo'lsa ham, qish bo'lsa ham. Hali shu vaqtgacha Xudoga shukr, Allohga shukr, bundan keyin ham bo'lmasin, poteriya bo'lmadi. 3 yil bo'ldi faoliyatimizda. Bittagina ham poteriya bo'lmadi. Yo'lda, masalan, u uyiga borib, masalan, 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi, 10-15 kun, endi u bitta-ikkita u kuzatiladi. Nimaga deganda, bu jo'jani kuzda sanaymiz deydi. Hammasini ham o'ldirib tashlashi mumkin. Bu jo'ja bu. Bu ota bobolarimiz behuda aytmagan, masalan, jo'jani kuzda sanaymiz degan. Endi ko'p odamlar parvarishda xatoliklar yo'l qo'yadi, xullas kelam mushukka oldirib qo'yadi va akaza. Bu yerda omad degan narsa ham kerak. Ana shunday gaplar. Lekin yo'lda shu mashina aybi bilan, taksist aybi bilan bittagina jo'ja ham hali yo'lda bir poteriya bo'lmadi, xudoga shukr. Shunday endi bu narsaga juda ham e'tiborli bo'lamiz. Qaraymiz, tekshirib hamma narsasini qalb bo'lojindan qilib chiqarib yuboramiz. Akalar, ukalar, xudo xolasa jo'jalar avvalambor Xudo uyaltirmaydi. Men bu bilan jo'ja sotib turib, bu meni sotgan jo'jalarim hammasini qiradi, hammasini o'ldiradi, zo'r desam bu yolg'on bo'ladi. Buni internetda ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, buni hamma gapi yolg'on, yolg'onchi aldoqchi hammasi. Nimaga deganda chiqadi? Bir diyarımı chiqadi. Nimaga? Bu qanday chiqadi? Masalan, ichki nogiron bo'lib qolishi mumkin. Kasallikka chalinib, yoshligida ko'proq antibiotik urib, antibiotiklarga nima qilgan bo'lishi mumkin. Xullas kelam sabablari ko'p. Jo'ja oyoq ko'tara olmaydi. Yoshligida qattiqqa solib bir ikkita urishtirgan bo'lsangiz, masalan, qattiqqa oyog'ini qattiqroq urib, masalan, bu ham nogiron bo'lib qolishi mumkin. Kana cho'qishi mumkin. Xullas kelam omad deganim shu. Ko'proq shuni aytaman. Omadingiz bo'lsa, yaxshi, sog'lom tarbiya qilib katta qilsangiz, bu buyoqdan mendan ketadigan jo'jalar ota tarafim, ona tarafim уже konkretni ishonchli toza narsalar. Kamida 6 ta, 10 ta, 18 ta yutgan narsalar men kirgizganman. Konkretni. Bu qolgani masalan navdan 300 zotlarim, hanjar zotlarim, bular o'zimning avvalgi zotlarim. Bular ispitaliyadan o'tib ketgan narsalar bular. Qolganlari ham hammasi zo'r. Menda shunday xarakter bor-da, menda shunday xarakter bor.
Masalan, bitta jo'jani yoshligida уже men urishtirib ko'raman. Qaysi bo'lsam, makonni ham iloji bo'lsa urishsa urishtirib ko'raman. Уже sal yuragimga jiqqa o't yoqmadimi? O'rtamni yana bo'lsam yo'q qilib tashlayman. Men bunday narsaga dam bermayman. Men zo'r mirovoy dedimmi, ana shuni olaman, ana shu zotni nasl olaman, birovga satsam, ana shundan sotaman. Akalar, birovga kasal jo'ja yoki birovga nima yo'q qilib tashlayman. So'yib, yo'qotib tashlayman, lekin birovga sotmayman ham, bu narsadan zotamon olmayman. Ana shuni hisobiga ham Xudoga shukr, shu sotgan jo'jalarimizdan zo'r jo'jalar chiqib turibdi, uy oltinni turibdi. Boshqa bu narsa bilan shug'ullangan odamlarga shuni tavsiya qilaman. Baqsangiz zo'rini bog'ing, bo'lmasa yig'ishtirib qo'ying. Mana shunday bo'ladi. Makallarimiz masalan pryamoy Koreyadan kelgan, pryamoy Vyetnamdan kelgan narsalar emas. Unday past narsa yo'q. Farqat tug'di akalar. Mana bu qiziqqan aka-ukalarimiz uchun bu yana negativlarga o'zini narsasini o'zi maqtab o'tiribdi, bu darrov chiqadi. Bu iloji yo'q. Aytmasak bu haqiqat. Aytib turgan narsalar hammasi haqiqat. Buni aytish kerak, oladigan odam bilishi kerak. Nimani olib turibdi, nima qo'yib turibdi. Ko'p meni yaxshi taniydigan aka-ukalarimiz borki, menga ko'p gapiradi. Faqat aka, nima qilib o'tiribsiz? Nimaga arzon berasiz jo'jalarni? Nimaga arzon sotasiz tuxumlarni? Masalan, men tuxumlar chiqib ketadi, 50 ming so'mdan chiqarib yuboraman. Lekin mana shu O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha eshitib o'tiribman, 250 dan, 300 dan, 50 dollardan sotib o'tirgan odamlar bor tuxumni, har bitta tuxum. Lekin men 100% garantiya beraman, ana shu tuxumlardan men sotib o'tirgan zotim ziyod bo'lsa ziyod kam emas. Lekin men bo'ladi. Masalan, shu obunachilarimizga, shu puli kamroq odamlar ham qiynalmasdan ozgina olib boqsin degan maqsadda. Lekin ukalar foydalanib qoling. Nimaga? Yana men zo'r xo'rozlarni kelishi menga oson, sizga qiyin. Masalan, mening muxlislarim bor. Mana shu katta zo'r mirovoy xo'roz sotadigan muxlislarim bor. Ana shular menga kerak bo'lsa, podarka ham qilib yuboradi, o'ldiradigan narsalar. Lekin siz borsangiz, sizga masalan bitta tuxumini ham bermaydi. Ana shu uchun mendan foydalanib qoling. Men shu narsalarni, zo'r narsalarni keltirganman uyima. Yana keltiraman, men to'xtamayman. Oxirgi tochkasigacha ketaveraman. Bu izlanish nima deydi? Ilm. Beshikdan qabrgacha ilm deydi. Bu ham shu, izlanish kerak. Bir joyda to'xtading, qolding. Masalan, meni zotim zo'r, tamom, meniki zo'r deb o'tirsangiz, shu yerda yutizasiz. Nimaga deganda zo'rdan zo'r chiqib boraveradi. Ana shu tepada yurish kerak. Ana shunda yurasiz, bo'lmasa qolib ketasiz pastda. Aka-ukalar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Parranda boqadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Shu Telegram guruhimizdagi yuqorida aytgan narsalarni ko'raman desangiz, pastda Farhod Tuvu xo'rozlari guruhini ham silkasini qo'yaman. Farhod Tuvu oldi sotdi tomosha guruhini ham silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Akalar, ukalar, sog' salomat bo'lasiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.